Mana bugun mustaqil O'zbekistonimizda, yangi O'zbekistonimizda yana bir xursandchilik kun. 1-iyun bolalarni himoya qilish kuni. Hammamiz bilamiz, bolalarimiz 1-iyun qanaqa kun ekan? Bolalarni himoya qilish kuni. Ana shu bayram bilan sizlarni, mana shu o'g'il-qizlarimizni, yangi O'zbekistonimizni kelajak farzandlarini, yangi O'zbekistonni poydevorini quradigan, yangi O'zbekistonni yaratadigan, yangi O'zbekistonga yangilik kiritadigan, yangi o'zini g'oyalarini bildiradigan Smart, bilasizlar, Smart aqlli uy, aqlli texnologiyalar, aqlli uylarni yaratadigan mana shu farzandlarimiz. Bundan keng davralarda yig'ilishimiz nasib. Bugungi bayramimizni ochib deb e'lon qilamiz. Agarda ruxsat bersanglar, birinchi navbatda mehmonlarga ham so'z bersak, mehmonlarimiz o'zining tilaklarini, niyatlarini bildirsa, o'zini hissasini qo'shaman deb kelishgan. Shuning uchun so'zni mehmonlarimizga bersak, Jalol Barakaliyev, sport ustasi, jahon tanigan inson. Futbol federatsiyasidanmi? Yashang. Mana shularga o'xshagan bularni yo'lini bersa mana shu farzandlarimizga. Sog' bo'linglar, marhamat. Taklif qilganlaringizdan juda ham xursandmiz. Bolajonlar, ota-onalar, hammalaringizga katta rahmat. O'zbekiston futbolchilari nomidan, murabbiylar nomidan, o'zimizni komandamiz, YouTube media klubi nomidan barchalaringizga bolajonlarni 1-iyun bilan tabriklaymiz. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Ota-onalaringiz baxtiga doim sog' bo'linglar. Kelajakda yaxshi sportsmenlar chiqsin. Xudo xolasa, sizlarni ham arenada zo'r chempionat meralarda ko'rish nasib qilsin. Hammalaringizga rahmat. Rahmat Jalol aka. Mana shu bildirgan yaxshi niyatlaringiz Alloh ijobatini bersin. Mana shu farzandlarimiz sizlarga o'xshagan, butun dunyoni, jahonni ko'radigan, O'zbekistonning bayrog'ini jahonda yuksak bir o'rinlarda ko'rsatadigan farzandlarimizdan bo'lib yetishsin. Sizlarga ham sog'lik, salomatlik, bundan ham yuksak darajada futbolimizni dunyoda namoyish qilishda omadlar tilaymiz. Sog' bo'ling. Futbol federatsiyasida O'zbekistonning bayrog'ini yuqorilarga ko'tarayotgan do'stlarimizdan Daniel og'aynimizga ham so'z bersak-da. Hammaga assalomu alaykum. Hamma o'zbekcha gapirdi, lekin mana shu европейский bor. Ruscha gapiramiz, Хочу пожелать в первую очередь родителям крепкого здоровья, потому что сейчас для этих детей вы опора, вы весь мир для них. Все, что вы делаете, это для них. А потом, когда они вырастут, вы будете пожинать свои плоды. Как вы их воспитаете, то вы обратно получите. Самое главное, кем бы они ни стали, врачами, докторами, спортсменами, главное, чтобы они были хорошими людьми. Если вы их воспитаете хорошими людьми, Аллах сам даст им правильный путь. Спасибо.
hammanglar shunaqa chiroyli, sog'lom bo'lib ko'rib turganidan chin dildamiz. Hammamizni bolalarimizni umri uzoq bo'lsin, baxtli, saodatli bo'lsin. Hurmatli ota-onalar, sizlarga ming rahmat. Bizni kamtarona chaqirib, o'tkazayotgan tadbirimizga vaqtinglarni ayamasdan kelganinglarga ming marta rahmat sizlarga. Biz begona emasmiz, biz oilamiz. Aziz bolajonlar, hammamiz birgalikda bolalar qo'shig'ini kuylaymiz. Bilag'on deb atashar do'stlaring seni suyun, topchi qanday kun o'zi? Barakalloh bolajonlar. O'sha kuni ta'tilga chiqishadi. Barjonni otalari o'zlarini bir yaxshi niyat tilaklarini bildirmoqchilar. Eshitamiz. Marhamat. Assalomu alaykum ota-onalar. Rahmat. Avvalo bolalarimdan yo'lga so'zlarga, hammalariga rahmat. Qo'llaringizga qarashyapti. Ulardan minnatdormiz. Hamisha sizlar baxtingiz sog' bo'lsin. Qo'lingizlar hammalar sog' omon bo'lsin. Bolalaringizlar hammanglar baxtli, sog' bo'lib yursin. Erta bolalar bayramini hammalar tabriklayman. Salomat bo'ling. Rahmat. Aytganlaring to'g'ri, bilib olinglar shuni. 1-iyun bolalar yozning tug'ilgan kuni. Aytganlaringiz to'g'ri, bilib oling biz shuni. 1-iyunga ko'ra yozning tug'ilgan kuni. 1-iyun, 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 1-iyun bolalar bayrami. 1-iyun, 1-iyun, 1-iyun bolalar bayrami. Barakalloh bolajonlar.